Biz hayotda ko'pincha bir-birimizga zulm qilib qo'yamiz. Bu keyin esimizdan ham chiqib ketadi deyilyapti. Keyin shu odamni qilgan zulm qilib qo'ydim, Parvardigor shunga mukofot, o'zing mukofotingni bergin desa, zulmni o'rniga o'tadimi deyilyapti, yo'q o'tmaydi. Topib mazlum kishidan o'zimizni oqlab olishimiz kerak. Eslashimiz kerak. Eslasak, inshaalloh esga keladi. Odam agar qiyomatdan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsa, ular haqiqiy eslay oladi. O'sha vaqtida borib mazlumdan haqqini so'rash kerak. Yo mendan o'chingni ol yoki meni gunohlarimni kechirgin. Tavbada 3 ta shart bor. Alloh bilan banda o'rtasidagi tavbada. Birinchisi gunohni qilganiga pushaymon edi, qattiq pushaymon edi. Ikkinchisi o'sha gunohga qaytmaydi. Uchinchisi qaytmaslikni qasd qiladi. Ya'ni ikkinchisi qaytmaslikni qasd qiladi, uchinchisi qaytmaydi. Banda bilan banda o'rtasidagi gunohlarda 4-inchisi ham qo'shiladi. Banda borib o'sha odamdan, ya'ni zulm qilgan odamdan, xoh zulm qilgan bo'lsin, xoh g'iybat qilgan bo'lsin, xoh bo'xton qilgan bo'lsin, o'sha odamdan kechirim so'rab, o'zini oqlab olish kerak. Bu dunyo bizga imtihon va vaqtinchalik foniy dunyo. Hammamiz bu dunyodan o'tib ketamiz. Shuning uchun har bir zulm az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Zulm qiyomat kunida bir qancha zulmatlar bo'lib keladi deganlar. Zulm juda ham ahvoli og'ir. Birovga zulm qildimi, darhol borib uzrni so'rash kerak. Agar mabodo esdan chiqib ketgan bo'lsa, sadaqa qilishlik, ihson qilishlik, bular qiyomatda Alloh zora kechirsa shu sadaqalar bilan degan umid bo'ladi. Umid bo'ladi va ham aniq kechirdi deyilmaydi.